Assalomu alaykum hammaga. Cobalt avtomat. Yaqinda bu mashinaga programma urib bergandik. Propan qo'yib kelishgan ekan. Bu propanda 480 km polniyda 480 yuryapman deyapti. Buni motoriga programma, hop, undan keyin tablosiga, undan keyin korobkaga ham yozib berganmiz, BSMga ham yozib berganmiz. Avtozapus, kruz kontrol, multimedia hamma yo'llarni ishlatib berganmiz. Bu 65 talik propan balon. Yaqinda ham bitta video chiqargandik. Shunaqa probegi kam yuryapti turgan Cobaltni chiqargandik. Bunga sabab bu trubka oxirigacha tushmagan. 65 talikda 480 yuryapman deyapti egasi. Jahongir, nimangizni svetingizni berib turing. Hozir yoqib ko'rsataman. Telefon svetini berib turing. Bo'g'ni. Ichida shunday gazalin qo'yayotibdi. Endi biz buni gaz nastroykalari, gaz programmalariga chiqib berganmiz. Endi shu narsani 500 dan ham o'tadigan qilish uchun endi trubkasini oxirigacha tushadigan qilib tashlab beramiz. Ichida kamida 10 ta, 12 ta, 15 ta atrofida qolib ketyapti ekan. Xudo xolasa buni ham o'zimiz yechib oldik. Shu trubkani oxirigacha tushadigan qilib qaytadan yana gaz nastroykalarini qilib beramiz. Xudo xohlasa 500, 550, 600, qissa 700 ham yuradi, xudo xohlasa bu. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Tablosiga, suv gradiuslarigacha, rollariga, multimedia, kruz kontrol yozib berganmiz. Avtozapusga, korobkalarga programma yozib berganmiz. Gaz programmalari, nastroykalarni qilib berganmiz. Motor pрошивкалар hamma qilib berganmiz. Xudo xohlasa, kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Avtoelektrik 1224 ga aloqaga chiqib kelaverasizlar.